Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, qadrli do'stlarim. Bu video lavhamda sizlarga kolonoskopiya protsedurasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kolonoskop bu elastik shlanga, ichida kamera joylashgan va rabochiy kanallari bor apparat. Bu apparat orqali kolonoskopiyada to'g'richakdan boshlab yo'g'onichakni barcha qismlarini biz tekshirib bera olishimiz mumkin. Hozirda bu protsedura butun dunyoda 45 yoshdan o'tgan barcha insonlarga tavsiya etiladi. Bundan maqsad dunyoda 3-o'rinda turgan ichak rak kasalligini oldindan diagnostika qilish va davolashdir. Xo'p, do'stlarim, qanday bemorlarga kolonoskopiya protsedurasi tavsiya etiladi? Bu birinchidan, agar bemorda tualetga borganda axlatda qon bo'lsa, yiring bo'lsa, qandaydir shilmishiqlar bo'lsa, albatta kolonoskopiya o'tish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, agar bemor uzoq muddat davomida ich qotish, ya'ni qabziyat bilan azoblansa, bu bemorlarga ham kolonoskopiya o'tish tavsiya etiladi. Uchinchidan, agar bemor holsizlanib, kamqonlikdan azob cheksa, bu bemorlarga ham kolonoskopiya protsedurasi tavsiya etiladi. Bu protsedurani narkozda va narkozsiz amalga oshirish mumkin. Asosiysi shu muolajani to'liq qilish, ya'ni to'g'richakdan boshlab yo'g'onichakni barcha qismlarini ichidan tekshirib chiqish, kasallik bor yo'qligini va o'simta bor yo'qligini aniqlab bilish. Xo'p, do'stlarim, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va kerakli do'stlaringizga bo'lishib qo'ying.